Mana yangi obyektimizga keldik. Xo'p, AGV 23. Buni olishimiz kerak. Okalar qaynab ketgan katyolimizni ko'rib, shu to'rga to'g'ridan zakaz qildilar. Bularni ob'yomlariga to'g'ri keladi, xudo xolisa. Podacha obrotkalarini kesib, mana bu gaz turbalar kelgan ekan. Shu katyol o'rniga hozir to'rga to'g'ri katyolimizni qo'yamiz. Mana katyollar ham kesib yechib bo'ladi. O'rniga hozir to'rga to'g'ri katyolimizni sinib qo'yamiz. Mana bu obyektimizda ham ishni yakunladik, xudo xolisa. Oradan 5 minut o'tdi, podacha ushlab bo'lmaydigan darajaga olib keldi. To'rga to'g'ri katyolimiz. Bu katyolimizga nima qo'yilgan? 10 talik avtomatik garelka ishlashini ko'ryapsizlar. Qo'y yonyapti. Garelka, filtr, reduktor, keyin gaz shlankasi. Mana shu narsalarni o'rnatdik biz. Podacha obratga samotok sistema juda yaxshi ishlayapti katyol. Xudo xolisa, agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Toplidomga murojaat qilishingiz mumkin.